Bu videoni yangi Cobalt chiqsa olaman deb turganlarga tarqatib qo'yinglar, chunki bu sizlarga foydali bo'ladi va videoni shoshmasdan ko'rsanglarni maslahat beraman. Chunki bir ikkita sabablarini aytaman. Hozirda yangicha Vanus sistema motorda o'zgarish bo'lyapti. Eng katta o'zgarishlardan ot kuchi ko'payadi, tortish yaxshiroq bo'ladi, ekonom bo'ladi deb maqtashyapti. Gap yo'q, shunaqa bo'ladi, bo'lishi kerak paydiga. Lekin bitta ikkita minuslari bor. Buni hech kim aytayotgani yo'q har doimgidek. Buni usta sifatida, shuncha yillik tajribasi bor odam sifatida men ogohlantirish qilib video qo'yyapman. Balki sizlarda bo'lar, balki bo'lmas. Shunchaki ogohlantirish. Birinchi sababi mashina yangi Cobalt olgan paytingizda unga ekonom programma yoki stage 1 qilib tortadigan programma yoki gaz qo'yganda gazga programma qilish iloji yo'q. Shuni hisobiga bitta minusi u mashinaga programma yozib bo'lmaydi. Ikkinchi minusi hozirda 10X bilan Trackerda Akdelco E64 miyasi qo'yiladi. Xuddi hozir yangi chiqadigan Cobaltga qo'yilayotgan miya. Buni yomon tarafi nima desanglar, sifatsiz gaz uстановка qilinsa, 4-pakelikdan sifatsiz Xitoy miyalimi yoki boshqacha miyali gaz uстановка qilinsa, kuyib qolish ehtimoli bor. Miyasi kuyib qolyapti va sizlarga yana ortiqcha $300-400 kamida rasxod qilasizlar. Shu ikkita sabab, eng katta sababi, buni hech kim aytayotgani yo'q. Balki sizlarda bunaqa narsa bo'lmas, lekin bo'lib qolsa tayyor turinglar. Bu shunchaki ogohlantirish videosi. Ertaga shuni olayotgan paytingizda shu narsani hisobga olib qo'yasizlar va bu videoni yangi Cobalt olmoqchi bo'lganlarga tarqatib qo'yasizlar. Joninglar sog' bo'lsin.